Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun Forishlik akamizni klinikamiz haqidagi fikrlari, qanday natija olganliklari haqida bir ma'lumot olamiz. Aka, kelganingizga necha kun bo'ldi? Mana kelganimga Asr Nur klinikasiga 8 kun bo'ldi. Kelganingizda ahvolingiz qanday edi? Oyog'imni bosmasdim. Aha. Bo'g'in og'riqlari bor edi, shish bor edi. Hammasi qaytib, yaxshi joy-joyiga keldi. Klinika vrachlariga rahmat kattadan katta. Hani bizni kuzatadiganlarga isbot sifatida bitta turib ko'rsatasizmi o'rningizda? Vo! Bemalol hozir mana oyoqlarim bukilib, yaxshi harakat qilyapman. Shishlar qaytdi. Mashalloh, ko'z tegmasin, sira kasal bo'lmang. Rahmat. Siz o'zingiz tumandoshlaringizga, yaqinlaringizga kelish tavsiya qilasizmi klinikamizga? Tavsiya qildim, o'zi mana bittasi kelib o'tiribdi. Ana. Mayli, kasal bo'lmang, tog'a, katta rahmat sizga Rahmat ham. sizlarga ham kattadan katta rahmat. Sog' bo'ling.